Shoshmang jannatiy birodarim, jannatga shoshayotganda shoshasiz a. Assalomu alaykum Bag'dod obunachilari. Xudo xolasa mana 2026-yil biz zavoddagi ish jarayonlari. Ishlarimizni razmerlari 25-12-6 razmerdagi, albatta o'sha vodiyning standart ishi, sho'lamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan Bag'dod ishlari. Xo'p, ishlarimizni mana hozirgi vaqtda chiqayotgan 22-maydagi holati. Rangiro'ylariga, sariqliklariga alohida baho berib qo'yamiz. Qizilidan ko'pchilik hijil bo'ladi. Qizilining sababi biz sariq tuproqdan foydalanamiz. Shuning sababli qizil aralash chiqadi. Xo'p, razmerlari aytib o'tganda 25-12-6 vodiyning standart ishi. Kimga shunday ishlarimizdan kerak bo'lsa, zavoddagi hozirgi kundagi narxi 750 so'm bo'lyapti. Dastavkalari kelishilgan holatda. Nomerlar pastda qoldiramiz, aloqaga chiqamiz.